preslarni va makkalarni, so'talarni maydalashlik uchun lentali jodu apparatidan ham olib kelgan degan ekanlarimiz uchun ko'rishinglar mumkin. Lentali jodu apparatimizdan yetib kelgan ekanlar. Bu lentasi uchun qo'yib qo'yasizlar, o'zi olib kirib ketib, maydalab yo'qdan chiqarib bo'ladi. Ikki tomondan ham ko'rsatamiz, ko'rishinglar mumkin. Pichoqlari o'tda yondirib kalit bo'lgan, to'rt qatorli original pichoq bo'ladi akalar. Uzunlik uzunroq pichog'ini bittadan sanaganimiz 6 pichog'i bor. Xo'p. Old tomonda ham pichoqlari bor. Bu pichoqlarni xohlasanglar qo'yishinglar mumkin, xohlasanglar yechib olib qo'yishinglar ham mumkin. Ko'rishinglar mumkin, bu pichoqlarning o'zi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 qatordan 1, 2, 3, 4 qator bo'lar ekan akalar. Qara 52 qatorli pichoqlargacha qo'yib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. Optim narxlarda, agroservis do'konlarida xarid qilib olishinglar mumkin. Xohlaganlar boshqacha variantidan ham bor. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Murojaat qilganlarga yana ham tushuntirib, ma'lumotini berib o'tamiz. Videoni to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lgan ekanlarimiz, kanalga o'tsanglar, pastda obuna tugmasi bor. Obuna tugmasini bosib kanalga o'tsanglar, to'liq videosini qo'yganmiz. Bemalol ma'lumotlargacha olishinglar mumkin bo'ladi.